Salom ChatGPT, qandaysan? Yaxshimisan? Salom, men yaxshi, rahmat. Siz ham yaxshimisiz? Nima yordam kerak bo'lsa, marhamat. Ha, yaxshi, rahmat. Senga savolim bor edi. Albatta, marhamat qilib savolingizni bering. Men qo'ldan kelgancha yordam beraman. Menga O'zbekiston haqida ma'lumot ber. O'zbekiston qaysi davlatlar bilan chegaradosh? Uning maydoni qancha? Unda qancha insonlar, ya'ni yashaydi? Va qo'shimcha ma'lumotlaring bo'lsa ham aytsang juda ham yaxshi bo'lar edi. Albatta, O'zbekiston Markaziy Osiyoda joylashgan mamlakat bo'lib, u Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va Turkmaniston bilan chegaradosh. Mamlakat maydoni taxminan 448 ming kvadrat kilometrni tashkil etadi. Aholisi esa taxminan 36 million kishi atrofida. O'zbekiston o'zining boy madaniyati, tarixi va mehmondo'stlik an'analari bilan tanilgan. Tushunarli. ChatGPT, men senga yana savol bermoqchi edim. Mana O'zbekistonda milliy taomlar bor. Har bir, ya'ni viloyatlarni o'ziga xos bo'lgan, ya'ni qandaydir bir imij, ya'ni taomlari borda. Mana shu taomlarni misol uchun bilasanmi? Masalan, Xorazmda, Buxoroda, Samarqandda, Toshkentda yoki Vodiyda, o'sha Farg'onada, masalan, qanday yoki boshqa joylar bo'lsa ham aytaver. Ya'ni viloyatlarni. Har birida qanday, ya'ni taomlar bor? Har bir hududda o'zgacha mashhur taomlar bor. Xorazmda tuxumbarak va shivit osh, Buxoroda norin va Buxoro somsasi, Samarqandda Samarqand noni va go'shtli osh, Toshkentda va tortma lagmon, Farg'ona vodiysi esa Farg'ona palovi va qovurdoq juda mashhur. Tushunarli. Mana bu Toshkent lag'moni deding, u qanday lag'mon ekan u? Tushunmadim men. Bir tushuntirib yubor. Toshkent lagmoni bu yupqa cho'zilgan xamir va turli sabzavotlar, go'sht va maxsus sous bilan tayyorlanadigan mazali taom. Unda go'sht, sabzi, piyoz va turli ziravorlar ishlatiladi. Juda mazali va sermazmun bir taom. Ha, tushunarli. Bu Uyg'ur lag'monga o'xshab ketar ekanda bo'lmasa. Ha, aslida Toshkent lagmoni Uyg'ur lagmoniga juda o'xshash. Har ikkisida ham yupqa cho'zilgan xamir va turli sabzavotli go'shtli souslar mavjud, lekin har birining o'ziga xos ta'mi va uslubi bor. Agarda Toshkent borsam, albatta bu lag'mondan yeb ko'raman. Vodiyga borsam esa o'sha sen aytgan palovlarni, Samarqandga borsam agar go'shtli o'sha Samarqand oshlarini, Buxoroga borsam agar, Buxoroda nima deding sen? Somsa dedingmi? Adashmasam olot somsa bo'lsa kerak. Olot somsani. Va agar Xorazmga borsam, tuxumbarakni albatta yeb ko'raman. Senga rahmat. Albatta, safaringiz juda mazali va qiziqarli kechadi. Har bir hududning o'ziga xos taomlarini totib ko'rish bu a'lo tanlov. Yaxshi safar va mazali taomlar tilayman. Rahmat senga. Arzimaydi, agar yana savollaringiz bo'lsa, marhamat, yordam berishdan xursandman.